boshladik. Ovozini eshityapsiz-a? Faqat ovozni qo'shib qo'ying. Assalomu alaykum. Ustoz, endi ovozim boryaptimi? Ha, zo'r. Qarang. Men ham sizga bitta savol bersam bo'ladimi? Bo'ladi. Hozir bersangiz ham bo'ladi, oxirida bersangiz ham bo'ladi. Ustoz, qarang. Hayotingizdagi eng katta maqsadingiz nima bo'lgan hozirgi kunda? Avvallari eng katta maqsadim shu chet elda o'qish edi-da. Zo'r universitetda. Keyin men o'sha paytda xato maqsad qo'yganimni, menga maqsad qo'yishni o'rgatishmaganligini anglab yetganman-da. Hozirgi eng katta maqsadim agar o'zga sayyoraliklar bor bo'lsa, ular bilan ilmiy, intellektual, texnologik hamkorlik yo'lga qo'yish. Eng kichiklardan bittasi 2040 Maqsadga erishish uchun siz har kuni nimalar qilyapsiz? Zo'r. Hozirgi qiladigan ishim bizneslarimni onlayn boshqaraman. Bo'sh vaqtim borligida kitoblar o'qiyman va hayotga, bizneslarimga tatbiq qilaman. Ya'ni har kun shu meni qiladigan ishim biznesim onlayn. Shuning uchun onlayn deganim offlayn ham bor, o'quv markaz sistemamiz. Lekin o'sha narsani shu yerda turib boshqaraman. Agar siz qiyinchiliklarga duch kelsangiz, qanday harakat qilasiz? Zo'r. Qanday yengasiz? Men hech qachon taslim bo'lmaslik rejimini yoqaman. Bu qanaqa bo'ladi? Hammaning muammosi bor, hammaning qiyinchiligi bor. No pain, no gain. Ya'ni og'riq bo'lmasa muvaffaqiyat bo'lmaydi. Bundan yomoni bo'lganida nima qilardim deyman. Shunisiga ham shukur. Endi qo'limizga oxirni yuragan qahramon bo'lolmaydi. Davom etamiz. G'alabaga bir qadam qo'yilgan davom etamiz. Yana bormi? Rahmat. Yana bormi?